Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga avtobus xizmatlari mana posatkalar boshlandi. Ayol kishilar birinchi o'tiryapti. Do'stlar, Moskvadan Toshkentga kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlarni qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. O'zbekiston nomeridagi Komfort avtobus xizmatlari. Ichida konditsioner, monitor, kuller, zaryadniy устройство hamma sharoiti bor. 5 kilodan ruchnoy klad ham olsanglar bo'ladi. 60-70 kilogacha yuk olasizlar do'stlar. Hamma sharoiti bor avtobuslarimiz. Mana oxirgi avtobusimiz bugun ketyapti do'stlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva. Ekranga nomerlarni yozamiz. Max, Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Kimning dokumentida muammosi bo'lsa, yo'l kiridan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi do'stlar. Yetkazib olib boramiz bez deport, bez zapret. Faqat yo'l kiridan tashqari rasxoti bo'ladi do'stlar. Bu avtobusimiz mana Moskvadan Toshkentga, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Dakansa ketadi mana do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Ekranga ishonchli nomerlarni qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar. Moskvadan Primoy chiqayotgan reysimiz O'zbekistongacha Primoy yetib boradigan avtobus xizmatlari. Tanlovda adashib qolmanglar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar. Kommentariyalarda javob beramiz do'stlar. Videoda opisaniyasiga o'tsanglar, Telegram kanalimizni ham qo'yganmiz. Telegramga o'tsanglar ham bo'laveradi. Mana avtobuslarimiz Komfort, ishonchli avtobus xizmatlari. Tanlovda adashib qolmasdan telefon qilib kelaverasizlar. Narxlar ozgina oshib qolgan. Hozir 8000 rubldan bo'lyapti avtobuslar do'stlar. Primoy O'zbekiston nomeridagi avtobuslarda kimda kim ketmoqchi bo'lsa, telefon qilasizlar, kelasizlar. Reysiy avtobuslarda ketmoqchi bo'lganlar mana O'zbekiston nomeridagi 55 ta местasi bor, 55 ta odam olinadi do'stlar. Po biletu, po местам. Spiska bilan joylashadi, o'tirib ketsa bo'laveradi do'stlar. Avtobuslarimiz komfort, hamma sharoiti bor. Savollar bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. WhatsApp, Telegramdan yozsanglar ham javob beramiz. Kimda qiziqtirgan savollari bo'lsa, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yuklari uchun 60-70 kilogacha olasizlar. Yuklari uchun pul so'ralmaydi, mutlaqo bir so'm ham pul so'ralmaydi yuklar uchun. Telefon qilib. Mana ukamiz pastayanni biz bilan borib keladi. Ha aka? O'tganli ham borgansan aka? Yaxshi borganmisan? Aldov yolg'on yo'q, ha? Mana bu yil o'zing kelib ketyapsan-a yana? Imенно men o'zim jo'natganman mana shu bolani. Kelib yana bir yil ko'rishdik, xudo xolasa, aka. Tavsiya qilaman. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Ishonchli avtobuslarni mana. Komfort. O'zbekistonning ichigacha kirganmisan o'tgan safar ham? O'zbekistongacha mana avtobuslar Primoy reyslarda telefon qilib kelaverasizlar, batafsil ma'lumotlarni ekranga yozib qo'ygan nomerlardan olsanglar bo'laveradi yoki bo'lmasa kommentariyaga yozsanglar, kommentlarda javob beramiz do'stlar. Tanlovda adashib qolmanglar.